Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Kingmaker. Bugun ham boy va bomiz rolini o'ynaymiz. Qanunda mirqab tomosha qiling, obuna bo'lib like bosib qo'ying. O'yin boshlandi. Obo, tashqarida yomg'ir. Hoy, to'xta. Boy ekanmi? Salom. Meni uyimni ta'mirlab ber. Nima qurish kerak edi? Oshxona. Oshxona quraymi? Unda evaziga nima berasiz? 5 ta temir beraman. Rozimisan? 5 ta temir. Yo'q, 5 ta temirga men hech qachon ishlamayman. Ishlamaysanmi? Ha, men qimmat bomiz bo'lsa ham qimmatga ishlayman men. Bo'pti, 10 ta olmos beraman. Ishlaysanmi? Ha, bering mayli. 10 ta olmos bo'lsa bo'pti-da. Ishni bitirib al, keyin beraman. Xo'p, unda mayli asboblarni berasizmi? Menda hech narsa yo'q-ku. Hozir beraman. Hozir 10 ta olmos beraman. Ha, maza. Boyib ketaman 10 ta olmos orqali. 10 ta olmosga maza qilib yursa bo'ladi. Bu boy shunchaki uyini oshxona qurish uchun ishlatyapti 10 ta olmosni. Mana bu uylarning ahvolini shunchalik boy bo'lib tursa ham uylarni ta'mirlasa bo'lmasmi? Oshxona qilgan. Bo'ldimi? Hoy, yo'qda ket. Bo'ldimi? Qani bering. Hozir. Hozir to'xtab. Boshimga tushmaslik uchun mana bu shlemni ham kiyib ol. Hop, qani bering. Bu bobom bergan ishlamaydi-ku. Endi qo'yib ketdi-da mayli. Xo'sh, unda mana shu yerda kiyimimni almashib olsam bo'ladimi? Mana bu ham ol. Ha, bo'ladi. Rahmat. Qani hop, birinchi bo'lib ishni kiyimni almashtirishdan boshlaymiz. Kiyimni almashtirib olay. Mana qaytdik endi hop. Birinchi bo'lib uyni qurishdan boshlashim kerak. Tashqari sovuq, lekin puflashim kerak. Tashqari juda sovuq bo'lyapti. Bu qanaqadir avatar havo. Boy aka, sizda bitta gapim bor edi. Gapir. Abidni sizdan bo'ladimi Abid? Ha, mendan bo'ladi. Agar yaxshi chiqsa mendan. Xo'p. Mana bu narsalaringizdan ham ishlatib turishim kerak. Mayli, ol. Aytgancha sandig'ingizda ana bu kirka yo'q ekan, shuning uchun menga berib turing, ana bu yerda noto'g'ri qilib qo'ydim. Mana bumi? Ha, bering. Yo'q, bu emas ekan. Ha, shu qo'lingizdagi. Ana endi. Voy, bu yerda nima qilyapsan? Bu yerda har qurilish bo'lyapti-ku. Ol.
senga xalaqit beryapti. Mana bu qishloqi. Men senga kelma degandim-ku. Nega yana kelding? Yo'qol bu yerdan. Rahmat. Tezroq shiyla qil. Hop, tushundim. Abid vaqti bo'lib qopti. Ovqatni berasizmi? Haliroq. Hozircha ish qilgani yo'q-ku. Qornim ochib ketdi. Mana bu ovqatni yeb ol. Qani? Hop, mana go'sht. Bo'ldi, yetadi. Shunga to'ysam kerak. Rahmat. Qani, bismillah. Abid vaqti bo'pti. Bitta go'shtga to'yib qoldimi? Bunchalik oshqozonim kichkina. Qani endi birinchi bo'lib shuni qiladigan ishimiz Xo'sh, bu yerda demak, mana bundan qilsam kerak. Mana. Bo'ladi. Hoy, nega bundan qilding? Aytmaysanmi, o'zim tashlab berardim. Unda bering. Buzsa bo'ladi. Ilojisi bor. Mana endi bo'ladi. Bu boshqa gap. Borib turavering. Hali ishlar ko'p ekan. Oldu şekilli. O insan da alıp boşum gereken nasıllardı. Olmasına ham ko'p. Boyaga ish bitti. Mana bir ko'ringchi, ya uzr. Bitta ko'ringchi. Qalay chiqibdi? Yaxshimi? Yo'q. Mana ishlaym. Endi balki pulimni berarsiz. Men ish qilgani yo'q-ku. Qanday qilib? Mana bu oshxonangizni qurib beryapman. O'zim qurdim-ku. Qanaqa g'alati? Miyangiz bilan urushib qolmadingizmi? Undan qani nimasini ko'rsatmoqchisiz? Men undan oldin siz bilan kelishgandim-ku. Mana meni narsalarim. Mana o'zimda turibdi-ku. Hoy, yolg'on gapirmang. Hozir ularni sandiqqa qo'ygandim-ku. Aldama, bu meniki-ku. Miyangiz bilan urushib qolibsiz. Hey, menga til tekkizma. Hey, qanday qilib? Axir bularni men qurdim-ku. Yo'qol uyimdan tezroq. Men qurdim. Pul yo'q senga. Siz zo'rsiz aka. Har doim shunaqa qiladi shu boy. Men ham charchab ketdim. Tezroq ketib olishini kutishim kerak. Hali qarab tursin. Hali men olaman-ku. Atrofini aylanaychi. Yomg'ir o yaxshi ketishyapti. Hali boydan shu paytda. Uxlasam bo'ladi. Charchab ketdim ishlayverib. Shu paytda alamimni olaman. Qani. Boy uxladi shekilli. Qani, vaqt keldi.
Voy, nima qilyapsan? Mana senga, mana. Shu edi. Mana sen uchun. Ol, nisbatingni olding endi. Ol. Mana.